Yuqorida ko'rib o'tdingiz, hurmatli vatandoshim. Bugun Chizsaq 2021-yil 4-oyning 7-kuni, hurmatli vatandosh. Yuqorida ko'rib o'tdingiz, men boshda dedim, g'aljirlashdim, o'sha gap esingizda to'sin dedim. G'aljirlashishning oxirgi ma'nosi, oxirgi natijasi halok bo'lish. Halok bo'lishdan avval g'aljirlashish, g'aljirlashishdan keyin halok bo'lish. Bugun bu Jungo Kompartiyasining mintaqasi bo'lib qoldi. Fransiyada bosh elchi bilan elishdi. Bosh elchi Fransiya diplomatik amaldorlari bilan elishdi. Tunigillatın Türkiye'de bosh elchi, Jungoning bosh elchisi Turkiya diplomatlari bilan elishdi. Jungoning bosh elchisi Suytyankay Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatlari bilan elishdi. Angliya bosh elchi Angliya Birleşme Padişahlığı diplomatları bilan elishdi. Demek hozir Avustraliyada ham shundoq diplomatlar bilan elishdi Jungoning bosh elchilari. Ko'rib turibsiz vatandoshim. Demek bir diplomat amaldor yoki diplomat bo'lgan kishi yoki diplomatiya sohasida ishlagan kishi mushu darajada g'aljirlashgan bo'lsa, davlatning ichki siyosiy va tashqi siyosatining qaysi darajada g'aljirlashganligini ko'rib olasiz vatandoshim. Men boshda sizga aytdim, bugun Jungo o'z davlati yoki Jungo Markaziy komiteti siyosiy büro hozirgi paraz qiyos bilan siyosiy büroga qaytadigan bo'ldi dedi. Jungo siyosiy büroga qaytadi. Mushu qaytishlarning hammasidan biz faqat g'aljirlashdi degan so'zga yig'inchoqlasak. Birinchi, Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi nima dedi? Jungo Kompartiyasi har qanday boshqa davlatlardan ustun turadigan bir davlat borligini e'tirof qilmaydi. Jungo Kompartiyasi dunyoning ishlarini bir davlatning boshqarishini e'tirof qilmaydi. Buni ko'rib bo'ldingiz, oxirgi leksiyada men diqqat qiling dedim. Dovi torbeti, Xitoyning torbeti nima dedi? Amerika matbuotlari hozir dunyo iqtisodining motoriga aylandi Amerika. Dünya iqtisodini yuksaltirdi. Amerika ham o'zining Amerika Qo'shma Shtatlarning iqtisodini yuksaltirdi desa, Amerika matbuotlari shundoq desa, Xitoyning Dovi torbeti bu gapga chidamay nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh ko'tarishi oxirlashdi dedi vatandosh. Wang Yi'ning yuqorqi so'zi bilan bu Dovi torbetining so'zini, masalan, iqtisodiy jihatda Amerikaning bosh ko'tarishi oxirlashdi. Dunyoda qandoqdir bir ustun turadigan davlat borligini e'tirof qilmaymiz. Dunyoning ishlarini bir davlatning bir taraf qilishini e'tirof qilmaymiz. Mushu gaplar ham iqtisod sohasida, ham Dovi torbetida, ham Jungoning diplomatiyasi boshda aytdik. Jungo diplomatlari g'aljirlovchi boshqa davlat diplomatlari urushga boshladi dedik. Yig'ib kelganda hozir Jungo Kompartiyasi bugun men sening o'rningga o'taman Amerika. Men sening o'rningda dunyoni boshqaraman Amerika. Men bugun sening o'rningda iqtisodning motoriga aylanib, dunyo iqtisodini kontrol qilaman, foydalanaman, boshlayman yoki yetaklayman Amerika. Mushu xitoblarning hammasi Amerika qo'yilayotgan xitob, Amerikaga berilayotgan javob, Amerika ko'rsatayotgan yetkazib berayotgan signal. Bularning hammasi bir asos, real asos nima? Jungo Kompartiyasi desangiz injiqlaydi. Sening iqtisodiy asosing nima desa Jungo Kompartiyasi injiqlaydi. Sening Jungo Kompartiyasining dunyoga hukmronlik qilish salohiyating nima desa Jungo Kompartiyasi injiqlaydi. Axloq asoslaring nima desa Jungo Kompartiyasi injiqlaydi. Demak, sening hech qanday asosing yo'q. Bugun Amerikaga shu darajada pot atgan bo'lsang, butun dunyoga shu darajada pot atgan bo'lsang, G'arb dunyosini ko'zga ilmagan bo'lsang, dunyoni yer sharini ko'zga ilmagan bo'lsang, bu demak sening g'aljirlashganligingning birdan-bir ifodasidir. Birdan-bir paketidir. Sen demak g'aljirlashding, g'aljirlashish halok bo'lish. Halok bo'lish
ahirki hesapda özül kesil halak buluş. Bugün tahlilimiz müşahitçi vatandaş. Davamını keyin körümüz hürmet kötendir.